Bu so'z qayerdan keldi? Bu spikerlardan chiqqan o'zi ko'p narsa. Ya'ni bolangga investitsiya qil, ertaga seni boqadi. Hattoki bu nafaqat Sharq xalqida, balkim Yevropada bu narsa bor. Ya'ni farzandiga pul tikadi, yaxshi joylarda o'qitadi, biznesini ochishida katta yordam beradi va do'laga o'tiradi. Onani o'zi yoki otani o'zi. Aytmoqchi bo'lganim, eng buyuklarni ko'rsangiz, hammasini orqasida yoki onasi yoki otasi yurgan bo'ladi. Shu katta shaxmatistlarni ko'rsangiz ham yoki katta bir cho'qqilarga erishgan sportsmenlarni hammasida yoki otasi trener yoki onasi trener yoki bobosi yoki buvisi, ya'ni oilada kimdir o'zini umrini shu insonga baxshida etadi va ularda haqiqatan katta muvaffaqiyat bo'ladi. Bu investitsiya bo'lishi mumkin. Ya'ni bir xil aytadiki, bo'ldi, berdim-ku, mana bera olman. O'qiyapman ingliz tili. Ingliz tilimi? Ingliz tili o'qi, matematika o'qi. Prosta pul beradi. Aytaylik, bolani qanaqa o'qiyapti, qayerda o'qiyapti, nima o'qiyapti, undan qiziqmaslik bu investitsiya deb ayta olmayman. Men qildim-ku degan bir galochkani qo'yib qo'yish. Hammani oldida, jamiyat oldida bir oqlanib olish deb hisoblayman.